Hem de bugün sizlarni yoshlarni yig'ishdagi maqsad bu yerda suhbat o'tkazishga maqsad mu shu yoshlarniki navbatdagi shu da'vo setimizdagi roli asosiy tema. Buningda hammamiz bilamiz, yong'izotning chingi chiqmas deb o'z oldimizga ish qilsak, natijasini ko'rishimiz notayin. Asosan tashkillik oldi ish qilganda anandaki ishlarimiz vujudga chiqdi, bu ta'sir bo'ldi deymiz. Endi hozir tashkillik ish yo'qmi, aramizda bor, bo'lyapti. Uzun yıllardan hemen körüp kavatçılarımız, körüp kavatımız bu teşkillik işler asasen bizden çoğunlarımız yetekçilik vatıdı. Burundan en çok teşkilat hem de şu dünya Uygur kurultayı boğan. Onun yandaş yana bir kança mesela söküntü hükümet deyimiz, mağarip deyimiz, başka teşkilatlar boğan. Bunlar asasen çoğunlar yetekçilik vatıdı da. Netice kandak buldu onu hazır demey turaylı. Yani çoğunlukki gepni tükümüz. Bunun da biz körüp turuptuk ki düşman biz hazır daim to'g'layotgan shuarimiz bizning Xitoydan boshqa düşmanimiz yo'q deymiz. Ama biz 5-10 yil oldi körüp turibdimizki Xitoy düşmanimiz bir yoqqa qat qilib, o'z ichimizdagi ziddiyatlarni bir taraf qilib bo'lmayli, beshimiz chashlarimiz oqirib ketyotdi. O ziddiyatlarni ko'rmaskim sappoqtoq, anglamaskim sappoqtoq, ama o bir reallik ko'z oldimizda turibdi. Nurg'un ziddiyatlar shu o'zimizning ichida tug'ilib, xalqimizni seskantirayotgan ahvollar bo'ldi. Endi haqiqiy vijdoni bor, haqiqiy biz sop odamlar yetakchilik qilgan bo'lsa bo'ladimi shu ishqa degan bir chaqiriq xalqlarimizda ish to'xtab boqmadi. Biz sop o'zining abay deyilgandek jonini, belini, hamma narsani atab turib, ishidan chiqarib xalq uchun xizmat qiladigan millat deydigan Mundaq bir shaxsiy ziddiyatlarga yo'l ochmaydigan mushtaq bir lider haqiqiy yetakchilik qilsa bu ishlarga da'vat etimiz saplashgan bo'ladi, ishlarimiz texnik unumli bo'ladi deydigan ko'z qarash nurg'un odamlar bor. Ammo ahvol undaq bo'lmag'achqa bir xil mayuslik bor. Bugun yoshlarning keyin shu da'vat etib rol to'g'riq so'zlab qoldik. Sizlar masalan ko'rdik, haqiqatan yoshlar orasida sap niyatlik, vijdonliq, g'ururliq yoshlarimiz oz emasga. Bo'libmi shu bir necha qatimliq faoliyatlardan shuni ko'rib oldik. Men o'ylayman, agar sizlar garchi hurmat yuzidan cho'nglar deb cho'nglarning og'zi qarab turgan bo'lsanglarmi, sizlar bu vijdoninglar qaynab turgan haqiqiy millatchi bo'lgandan keyin shu tashkilotlarga kirib, shu tashkilotlarda rol olib, o'zinglarni ko'rsatib bir shu tashkilotlarning haqiqiy rolini joriy qildirishga to'p qo'shgan bo'lsanglar, hozirgidan yaxshi bo'lamdi qandaq. Bu jihatda o'ylab baqdinglarmi? Ya'ni mushundaq ziddiyat bo'lsa-mu, men kirib ashada haqni so'zlay, mening rolimni, o'zimning rolini joriy qildiray degan ideyada bo'lib baqdinglarmi? Ilshab Ernishim, bir javob bersangiz. Mening bu jihatda qilmoq qolgan qarindoshlarimizdan Bekmon chiqnaz bilib ketmayman. Shundan bo'lsa o'zlariniki ko'z qarashini deb qo'y. Ammo savol endi ichimga gapni qilsam, hozir yoshlar mesela men hozir bir tashkilotga kirishni xato ko'raman. Chunki hozir tashkilotlar bir-birisi qaynab ketgan vaqtida men kirsam, yana bir dushman o'zimni bekorgan topdim degan gap. Shuning hozir biz yoshlar qiladigan yaxshi narsa, mencha shu taraf tutmay, hozir ma'lumotgan mushkullarni yashab, shu ma'lumotgan taraf tutmay, cho'nglardan yaxshi narsaning tajribalarni o'rganish, nachar narsalarni o'zaro bir yoshlar bilan deyish mandayalar bo'lmadi deb o'zimizni tarbiyalaydigan bir vaqt mezgil deb o'ylayman. Onun için o təşkilatınki az qıvatlan aklarımız çoğunlarmı? Ular şu bizdek yaşlardan başlayan 20-30 yaşlan vaxtlardan başlayan. Ularның mı xatalık var, hemen doğru bulmaydı. Lakin doğru nəsimcə qıvatlan haqiqi kişilərin xizmətlərini görətimiz. Məyli kim olsa. Şunun azı biz o yerə kirib qalsaq, o yerdə nurgun işlər var, biz bilməydiğin işlər var yaşlarınki. Şunun biz en yaxşısı yaşlarının en doğru yolu. Məncə özümdəki göz qarşısını təşkilat kirmək, təbii qalayım qan vaxt kirmək durub, yaxşı bir şey nərsəni üyülüb durub, təşkilat qaysı nərsə xata qıvatıdır, qaysı nərsə doğru. Əlbəttə bunu qarablam otlamayımız, yəni millət faydalı ərqanda işləb olsa duruşumuz gerek, məyli qaysı təşkilat olsa, qaysı təşkilatı yardım olsa qılışımız gerek, toxtab qalmamız gerek. Lakin şu fəqətlə hazırca təşkilat kirmək,
yaxshi bir o'rganishimiz kerak deb o'ylayman shu mezgilda. Chunki bu bir uzun da'vo. Bu ertagin bir kishi vatan azob qiladigan o'qish emas. Buni ko'rib bu haqiqat bu. Albatta ümit ashuna tilaymiz, Allohdan tilaymiz, ayatlar azob bo'lib ketsin deb. Lekin bu haqiqat bu dunyoning eng kuchli bir davlat bo'lgan va Xitoy bilan qarshilik beryapmiz. Amerikami, Kanadami, Yevropami hech kim qalaymikan qarshilik beramaydigan bir davlat bilan qarshilikni qo'yamiz, dushmanimiz shunday bir davlat hozir. Shuningga biz shu uzun yillik bir planni qilmasak, qaynab kelib hissiyat bilan o'ynab kelsak bo'lmaydi. Men chiqmasam bo'lmaydi, men chiqmoq cho'nglarni yo'q deb, men qilmay bo'ldi deydigan uni qilib qolsa, balki biz nurg'un tig'im ko'p xatolikdan qilib qilishimiz mumkin. Shuning bizni oldirmay yaxshi albatta aqsiz shaklda yana o'rganishimiz kerak. Yani nurg'un narsa shu jarayonda o'zimizdan bekrak tajribani to'plab qilishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Abdusalom, siz qanday qaraysiz bu savolga? Küçük bu mumda deydigan menimcha bu ishlarni qildigan har qanday odamning qalbiga keladigan bir savol. Cho'qim ya asli normal bo'lsa cho'qim kirish kerak. Bu tashkilsiz tashkil bo'lmay turib bo'lgan ishlar emas. Cho'qim bir tashkillik, tashkil masalan hozir ma qarindoshlarimiz Amerikadan ko'rdik, buni tanishmaydi. Salihni o'tgan yig'inda ko'rishdik. Bilal qarashimizdan men chiqmaydi ekanman. O'xshash Aşlar bilan birleşip işler qilish deganlarimiz tashkil talab qiladi. Bir organizasyon talab qiladi. Bunlar hamda asli bo'lish kerak. Ham nima ish qilmoqmi deganda, bayram degandek, nima bo'lmaganda yana bizga biz yosh bo'lgandan keyin nimamiz oldi, samimizning Allah istimilgan bolalar va u bu degandekmi turmush bir nimami bor. Bosh bo'lib qolmas yoki bek aktiv bo'lmaslikda, uni men qanchalik vaqtimni beralayman düşünməyət, az vaqtimni, hətta məsələn, çıxıb yerim gün vaqtimni bu işlərə verəlişim mümkün məsələn. Amma çoğunlar səl nimədən işinğan boludu. Analikin bizninkilər yeni gələn Avropağa bu işini qılavatqanın polisi. Yeni gələnlərin o mukum bir xidməti yox. Yaşların mukum xidməti var ya oxuşu var. Bizim qollar deyilməsən bu işlərin qılğanlar asasiyətdir. Nim qılğanlar deyə bururlar məsələn. Adamlarımızın çoğunlar Zaten mukum işi yok. Cık vakti var diyendek. Ondan olurken bir gel bu ötüldü. Bu adam, sap adamlarımız yok. Bu teşkilatlarımızın hemisi de asas adamların hemisi sap. Yani en nimisi ekertek nimiş boşuna zavazlanmaydı olursa bizi sapa yok. Bizde iktidarlık adam var. İşte bölüdüğün, profesyonel şekilde kılıdığın adam var. İşte o yolu bilmeyimiz. Şunu bulmaydı. Hem onun üstüge Xitaymo bizning bu davoni bu yerda qildiganligimizni bilgandan keyin u Xitaymo odamlarni biz tashkilot qurishdan burun bu yerga chiqarib bo'lgan. Biz namoyishdan qilishdan burun Gollandiyaning desam men o'zim his qilgan, o'zim ko'rgan narsalar. Biz bu yer namoyish qilishdan burun Gollandiyaga kelib, Xitoy o'zining odamini chiqib bo'lib namoyish qilsak, vatan qaytaramiz degan gapni yeb bo'lib ekan, ya'ni teri bo'lib ekan, urib chish bo'lib ekan. Namoyish qiladigan odam boshchilar qilib kelgan savol olgandan keyin javob yeb bo'ldi ekan. Aşında olganlik uchun tashkilotlarning bu yo'lini to'sab, nim qilgan, masalan, nim odam bo'lsa-mu, qalbi saf, pak, u odamda bizda bu ishlarni ekitilgan, iqtidor bo'lmagan ekan, Yevropada ish qilmoqlashqidek. Anandaki atrofida andaroq odamda bir ish bo'lib qolsa, ham Xitoy kuchli bo'lgan ekan, bu yerga oyoqqa yiqsin bo'ladigan gap. Yiqsin bo'layotgan ekan, u ishlar oqmaydi ekan. Mening his-tuyg'um bu ishlar oqmaydi. Oqmayotgan ekan bu tashkilot kirib, bunda qilguncha oqida qarab bir ish qilsa bo'lmamdi deydigan narsalikda qolgan. Siz degandek, mani ish qilib buni kuchab bunda qilsak, chunki bizdimi unchilik nima yo'q. Endi balkim Salih kendisinden okugan nimeleri bunun texnik mahkemelik üçün doktoruna kördüğün nimesi kengeydi adamdan ve manetken körvatmayan meğeriminde mümküncelikler var ki bu için demiş kılmaydı bu da. Çünkü o da yolunu okumaydı o adam. Anladığınız sizden diyor sonra adamımız hakikaten adı ademer. Fakat teşkili ekilip bu adamların bir teşkillep durup bu işleri kılarlık halde aşını yolgu siliş ters oladır. Bıçakla aylandırılış ters oladır. Rahmet. Bilal kardeşim, siz qanday qaraysiz bu savolga?
Yuqorida mana ikki qarindoshimiz o'zining tushunchasiga javobini bergan bo'ldi. Ammo men buningga boshqacha bir qarashda. Qanday desangiz muxbir efendi. Endi men Amerikada men yashayotgan 7 yil bo'ldi. 7 yil jarayonida men mushadagi har xil tashkilotning odamlari bilan paramlashib vaqtim nurg'un Uyg'urlar bilan suhbat etdim. Bularda bir xil bayamav Abdusalom qarindoshimiz degandek sapamı yo'qkan, undan keyin bularda ilaqa millatga bizning mayaki imkoniyatgan yoshlarimizga bir xil kuyinish degan narsa yo'qkan. Qanday deganda bundan keyin men bunga aytib qisqa qilib javob beraman. Chunki Amerikada masalan bizning nurg'un yoshlarimiz askarlik beryotdi, askar bo'lganlar kompyuter texnikalarini yaxshi bilgan bolalar, undan keyin qalbda ishlaydigan bu Salih Xudoyardan bu o'xshashdan nurg'uni bor edi. Mushtaq bolalarni masalan yoshlarni akilib asli tarbiyalash kerakdi. Mushtaqlarni tuz qaraqliq masalan. Bizni masalan bizdek bolalarni yoshunda bolalarni tarbiyalasa, kongressda, parlamentda bizning qonunlarimiz 5-10 yil burun chiqqan bo'ladi. Aşağıda bizning odamlarimiz bo'ladi demoqchi. Amerika fuqarosi bo'lib turib, aşağıda bizningki vatanda bo'layotgan ovozlarimizni, bizga kelayotgan zulmlarni, so'yqirimlarni anlatılgan kongressga bizningki aslında Uyg'ur Amerika garajlarını Uyg'ur odamlarimiz bo'lgan bo'ldi. Chunki parlamentda hozir boshqa davlatningki mishada tug'ilib cho'g'an, mishada kichigida kep mishaning qonunini o'rganib, xalqaro qonunni Salih Xudoyor o'qiyotgandek, boshqalar o'qiyotgan. Shunda qonunni o'rganib parlamentga kirgan boshqa millatdan bo'lgan musulmonlar bor ekan. Kuchsiz bo'lgan. Biz shuni qila olamiz, unda qilmaymiz. 30-yildan kelgan odamlar bo'lgandan keyin biz sendan yaxshi bilamiz siyosatni, hammanimiz bilamiz. Bizdek nojo'ya odam yo'q degan bo'lgandan keyin qilamiz shunday ishni. Bunda qilmaysiz shuni. Qaraysiz, bu Amerikada, Yevropada shuni qilinglar. Uni qirg'iz kelmaydi birinchi. Uni qilsa o'zining ishi oqmaydi. Endi dedim yana bir yerdan balaydan bergan pul to'xtaydi. Ammo mustaqillikni da'vo qildigan mala biz ma avtonomchilarga yana boshqa nimasiga beradigan pul ham endi kesimiz mani desa bularning bozori yo'ldi. Mani o'yladi bular birinchi. Buningga siyosat qo'llandi, uning yoshlarning ovozini chiqarishnimi qo'llanadi. Takliflarni, iltimoslarni, xatlarni o'ylaysiz. O'ylash baqayli, bu deb, yani o'zim bilganini qilib yurdim masalan. Oddiy bir gap. Oddiy bir misol qarindoshlar. Bultur 10-oyning biri o'tkazilgan Xitoyninki bizning vatanga beshib kirgan. Aparat u. Aşağıda Xitoy shor to'g'rimsa qopdiki, xapmay bu shuni demasak, eshitmaganda biz Uyg'ur bo'lgandan keyin hamda mana Xitoyning evatgan mana diplomatlar, konsulning odamlari eshitmagan inglizcha o'rganib chiqdi. Mala inglizcha bildi. Amerika xalqida ingliz mala butun Amerikada hamma odam ingliz so'zlaydi. Biz inglizcha bilan Uyg'urcha deyli degandimi? Bizning o'zini o'z saylab olgan atalmish raislarimiz hamda ismini atab o'tamayman. Ma gerçek ma haqiqat ma'noda demasak bo'lmaydi qarindosh. Biz shunda gap qilamiz, qanday nima ishing bor bu. Dedi bo'pti uningga. Maqatdan shunda bo'ldi emasmi shu. Rusiyada o'tkazilgan namoyishni. Xitoyda o'lardi masalan. Da'dogon chandan oldi. Onun demisimiz Xitoyga o'rganib chiqqan. Biz shuni demidoqchim turib oldik. Bu bir. Undan keyin masalan bu yoshlar ko'p bizning Amerikada. Yaxshi o'qiyotgan o'g'illarimiz bor, qizlarimiz bor. Nima deb tarbiyalamaymiz ularni? Nima deb birga ta'tilga kelib qolmaymiz? Nashchik bilyapti. Oqchik bilyapti masalan. Buzilyapti. Buni amini biz ko'ruglik qarindoshlar men diniy ziyoli yo'qanligini buni ko'ruglik amini kilido mishaga o'qidi. Shuni biz bunda o'ylab, buni biz boshqa bir ish tutsak ekan, bu cho'nglarga tashlab qo'ysak, cho'nglarni hurmat qilamiz. Birimiz deb og'zimizni buzib birimiz demaymiz. Ammo qilgan xatolig'ingni sana ko'rsatgan vaqtda sen men avliyolik desangmi, Amerikaning palanchi zontoni o'tkazsangmi ko'rsatgan vaqtda sen ol uni. Kimdi bu ol, to'g'ri gap kimdi bu ol. Chunki bu vatan millatning da'vosi, vatan millatning manfaati faqat sen yolg'iz bir odamning emas. Butun kollektivning manfaati. Shunda bo'lgandan keyin buni nihoyatda ilmiy, amaliy usulda bir qarab turib buni hal qilishimiz lozim. Nurg'un yoshlarimiz var mı? Tayini yoqishdan qilib yuriydi masalan. La deyman, bu mudamda bo'lgandan keyin mudaqqa bo'lmamda, bu desa ham cho'nlab qo'ygan bo'lgandan keyin baribir bizning gapimizdan olmaydi aka. Qanday qilmamda? Bizning shu u deb yutidandi. Namoyish chiqdi.
endi rasmiyat uchun chiqadiganlarmi bor. Mishaninki 8 yilligini ebilish uchun chiqadiganlarmi bor. Bir ishni qilaylik, ma vatan davası, millatning davasini qilaylik, qarindoshlar. Yurakdan chiqarib qilsak, vaqtda bizga bir natija bo'ladi. Alloh yaxshi ko'rdi meni. Uningdan keyin Alloh bizga yordam berdi. Sen Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo nima deydi qarindoshlar? Meni qisqacha aytaman. Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dedi. Allah. Bir qavm o'zidagi illatni, o'zidagi nachar qiliqni, o'zidagi bir adabsizlikni, o'zidagi bir xatolikni tuzatmaguncha bir guruh odamlar, bir qavm, bir bu hammaga tushdi. La yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Açılar qachon ashunda bir o'zini o'zgartirib, ashunda bo'lmaguncha biz yordam qilmaymiz bu qavmga. Tashlab ketamiz bularni. Allah tashlab etdi qarindoshlar bizni. Tashlab etdi. Nimishqa? Bizda shunday nuqsonlar, shunday xatoliklar kayni-kaynidan bo'lgandan keyin bundan biz savob olmay, ibrat olmay, tuzatmay, qabul qilmay, qilish tegishli ishlarni qilmay, o'zimizning shaxsiy manfaatini o'ylab, kollektivning manfaatini qarab qo'yib, jamoatning ishi bilan ishimiz bo'lmay, to'g'ri bir fikrni bilsa, masalan, uni qabul qilmay, mushmuch ma'nomas, deb da'voyimizdan xalq ko'chiga chingdab, sulab, Başı maşını aşağı tıkımız deb qilgandan keyin ahvolimiz shunday bo'ldi. Shuni bilan ishimiz murojaat qilmaydi. 30 yil, 40 yil yashasaqmi, bir ishga adam aytadi, qarab kuchab tomirlar yerga ketib boshdan yuridi. Vaqt kelganda, shu da'vo shunday turadigan gap. Qonunlar ijro qilinmaydi, ovozga qo'yilmaydi, hech nima bo'lmaydi. Masalan, eng oddiy Falastinninki bayrog'i o'sha nimada BDT'da gayri resmi olsun, istiqlal var aslında ona. Aslında doğru hükümetten kanunlar var. Çıkardı. Sırayla bir soğandı. Ama bizninki şunda bir vahşi. Bu kitaptan bir aletde mesela 20-30 milyon adamımız kırılıp ölüp hazır göz aldığımızda bu vatan vahşilikler anılarımızı, ağaçlarımızı, sanalarımızı aslında bir depsenli kılatkan bir aletde hem de bizden aşağı vicdanımız, imanımız, gururumuz manın bir kaynamay. Yani aslında yani hatalık öteye versek vakti bu millet hem de neye var da hem de onu Kudayım bildi hem de Allah saklasın. Ama bizim şu etrafımızdaki yaşlarımız ne? Hem de çoğunlarımızdan işi badi ya 70 yaşka, 80 yaşka kendiliklerine 60-50. Ölü de bula vakti yakında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin 70-80 etrafı buldu dedi. Ama keyinki 20'den aşkan 30'dan qarşısına algan bizde qabatqanlarni esa bular tarbiyalab, mush davoni bizga tashlab berib, mundaq qilsan deb xaritini sizib, sen falan ishni qilsan, piston ishni qilsan, hammasi o'zining qilayotgan amaliy ishi qarta qilganmisa, bu taraqqiy qildi. Undan keyin biz muntazam bir qo'shinni, armiyani tashkillagan bo'lardik 30 yildan. Hamma bu bo'lmadi u. Unda bo'lgandan keyin hamda bir yerden artık yaptık, odağım yok anne. Kağınla başka yapmasın. Başka fikir olsun, sözlü sonundan başka kulağı bir yere Salih Xeyrindişim, siznekini alsak fikriniz ne? Bayatın Abdüsalam kardeşimiz bula belki bilmeydi o dertlim kıldı. Bu yolunu bilmeydi ya ki kanununu bilmeydi dertlim kıldı. Aksine bunu bildi o. Bunu men bula bilen neçişinin yazı bula bilen sabır kılıp, sıllık kılay, sıllık yardım kılay, sıllık birlik kılaylı, davayımızı, milletimizin birlikten kızaylı, ma kanunda manda buldu, manda kıysak, anda bulduysak, yani bula onu anlamay, şu yüzündeki gibinin kılıp, konstitusiyonun yazdığını kılıbetine sen nereden kevlen, sen küçük balığa, sen hukmaysa aksik göster, yani onun kıldı. Mesela abdiyinin size, Alsallık milletler forum değil, Alsallık millet nikilmişi gel. Tibet'teki neymiş katliyen çiğmeydi. Neymiş bu dünya Uygur'u ketoladı, İzmir ketoladı. Uygur'un tuntu mendep, Uygur'un tuntu ketolavatımız akşı köşedeydi. Xitay bizden Alsallık dağıtıdı. Xitay Alsallık millet dağıtıdı. Lekin Tibetlikler mümkün emez yakınmaydı. Neymiş çünkü ular Tibet'te Alsallık millet emez. Biz Uygurlarmı Şarkı Türkistan'da Alsallık millet emas, mağana hata kılıvatlar, bu milletimizi hıyanet, mağana kılmanlar desem, yani biz bilivatımız, bizim iş kılıvatlığımız ondan bilemez.
Sen nereden geldin? Açık göçüp ne kıldı? Bu Dolkun Esa bilen mi küreştim? Ammesi bilen ne kıldım ben? Belki Amerika'daki alim öz vaktinde Amerika reis Amerika Birleşmenin reisi alim şey top. Efendim bunu dedim. Ma şimdi doğru ne konuşmamız gerek? Ma parlamentta sözleşmemiz gerek. Kündü bombası mı? Hepsi bir adam çirip parlamentka. Ma Uygur'un işini çekip ma Uygur'un derdi ma o da ne kıysa tarakkiyat buldu. Ama kımmavatımız. Kımmadık. Hem de bu mecbur ma ölüm tüşki tuğan diye ki bunu kımmasak biz meyadaki canı ottasak öyümüzde nişimizin çeke barakımızın işip ottasak bu milletimizge hıyanet buldu. Kelgisimiz hıyanet buldu ve turmalardaki yetilavat kıyınlanıp öldürülüvatkan kıyındaşlarımız hıyanet buldu. Ecdadımızın ruhiye ecdadımızın vatan millet için cenini bergen ni güzel ecdatlarımızga, şehitlerimizge hıyanet buldu. Şunun için bunu benim konuşmamız gerek. Men öz vaxtında buluq dedim, sizler nim qılay. Bir kab olsun işlep birey desem bunu meni çetqe qo'yatdi. O'tgan hafta Rabia xonim mo ilk mening gapimni anglab nimada men tilban qildi, bo'pti balam ma'lum bilan meni axchib dedi, ma'lum menga teklif qildi. Siz menga nima tarjimonlik bo'lib nima qiling? Menga maslahatchi bilan axchib ko'rsiz ma'qul dedim men. Ammo bir shart qo'ydim men. Benim şartım milletimizin menfaatini kılmayız. Milletimizin umumi menfaati müstakillik yoldan başka narsa yok. Bunu kabul kılarsanız hatalıkınız olsa vakti değil mi? Sizler hiç kimge men tatlık şikayet yapıldığım bir adam emasman. Mening kundan nimem yok. Men Amerika'da ama Amerika'da tüzlam yapıldı. Men Amerika çoğun bolğandan keyin meniki karakterim moşuldik tüzlam yapıldığım bir emen. Alda manik andan imkılavasam, mani anda kılavasam deyilgen nimem yok. Tüzlam. Bu Amerika konuşu tüz. Ya aklı ak deydi o, karnı kar deydi o. Aklı karda, karnı ak da otlamaydı o. Şunun için bu nime için bomba atıldı, bunu kılalamdı, kılamamdı o. Mağın süzüş gerek. Aramızda uyan var. Bunu kasten bilevatıdı. Bunun akısı yani sürüştü kılıp çıktınız da yani şu cip yani şu Kıtay'ın tüzgünü de. Yani şu Kıtay'ın tüzgünü nimeli bulavatıdı. Nime için mesela Amerika'nın Aksaray'ını aldı da namayışqa ruxsat ketdi o axchib chidab nim qildi. Nima juma kuni men Aksaray'ını aldığı badım. Eğer ma parlamentini aldığı qilmasam Aksaray'ını aldiki şu Secret Service deydi. O saqchilardan so'radim men. Amanlık nima prezidentni qo'g'daydiganini so'radim men. Meğer namoyish qilish uchun ruxsatni nereden iltimos qilaman desam, ular manda javob berdi. Ruxsat ketmaydi bu yerga. Anlasamı buludu, ruxsat ketmaydi o. Dedi, men hayron qoldim men, ma gapni anglab. Hayron qilib dedi, bir Tibetniki bayrog'ini chiqib olgan bir chederdek bir narsa bor ekan aşağıda. Ma'lum dedi, 1981-yildan tortib 24 soat misha turdi. Bu yerda qanunga urush deydi, chiqamisan lan, kechkunduz turamsan, 24 soat turamsan, haqni nima, haqi urushmasan lan misha qanunchilik namoyish qilay desan, qila olaysan deb javob berdi. Ameliyatda bular bizga nimdab oldi, vaqtimizni yutib ketdi. Ruxsatimiz tugab ketdi, ruxsatimiz yo'qda, ochib ko'chi deb aldab millatni bilimsizlikdan foydalanib, Türkning bir gapi bor. Jahillik başa beladır deb. Jaholat boshqa balo topadi, jahil bo'lmadi. Shu bizniki jahilimizdan foydalanib, bizniki millatning da'vosini shunda aldab, o'yin to'p nima qilib, burumlab ticaret qilib olgan bir necha qarindoshlarim, yana Uyghur siyasi kirib olgan insonlar bor. Hamda ularning ikki aqsini mayli sabr qildik, necha qatim sabr qildik, yana nima qilib tuzib qolamiz. Allohim malini tuzib qo'ydi deb duomi qildik. Lekin yana ular rengini o'zgartmadi. Yana shu bayroqning maydoni nadil bo'lganligini aniq bildirdi bizga. Millatning manfaatini o'ylamaydiganligini aniq bildirdi. Shuning uchun biz bo'pti dedik. Bunun bilan taqalish yurmay. O'tgan yili men 2017-yilniki 6-oyda shu Oklahoma'dan nimaga yozgandim. Ya'ni necha parlamentga teklif nimizda bir 30 yozgandim. Hamda bular keyin nim qilib tashkilotning ismida bo'lmasa biz qabul qilmaymiz, ochib ko'chlik qilmaymiz dedi.
Şunun bilan men şu professorlarimiz, siyasi professorlarimizdan maslahat so'rab, qanday qilsam bo'ldi, ma'lumda davlatni desam, bunda o'sishdan bir tashkilot qur dedi. Vaqtinchalik müşketlerini qilishmi, bir tashkilot qur deb uni maslahat edib, ular deydi, millat mustaqillik bo'lishdan burun milliy uyg'onish harakati bo'ladi. Sen şu Şarkı Türkistan Milli Uyg'onish harakati deb nima qilsam muvofiq deb aş fikrini professorlarim berganda shu vaqtda shu 6-2010da Şarkı Türkistan Milli Uyg'onish deb harakati deb nima tashkilot nomidan har yozgan xatimni har telefon qilgan boshqalardan nima qildim. Hozir bu parlamentda kurashganlarim shu. Chiygan vaqtda so'raydi. Sen na qaysi tashkilotni olmayapsiz? Shuning uchun bunda deb millatning ahvolini tushuntiryapman. Bizniki g'oyamiz birinchisi umumiy g'oyamiz shu Sharq Turkistonniki mustaqillikni xalqaro qonunlarga mos holda qaytadan har xil yo'llar bilan qaytadan tiklab mustaqillikni qaytadan asliga keltirish. Undan qolsa shu millatimizningki birligini, demokratiyani, haqiqiy demokratiyani nima tashviq qilish, millatimizning birligini tashviq qilish va vatanparvarlikni tashviq qilish asos shu bizning nimamiz. Biz har qanday Uyg'ur tashkiloti bilan, Sharq Turkiston tashkiloti bilan hammasi vatan millat deysa, ularga ko'ksimizni ochimiz, ular bizning qirinishimiz, ular bilan birlikda har xil yo'llar bilan harakat qilamiz. Ammo yani bizning manfaatini, yani millatimning strategiyasidan foydalanib pul topaman, o'zimni boqaman, ash ko'chi deydigan insonlar bo'lsa, biz ular qarshi turamiz. Biz millatning manfaatini ham o'ylaymiz. Biz millatningki shaxsan o'zimni millatimni askari deb bilaman. Shuning uchun men hech kimga aymayman, unda sizlar gap qilib men qilmayman. Sizdan gap qilaman. Bularga ashunda qiyg'inim uchun bular meni chetga qo'ydi. Buni men ishdan insanlar o'zingni so'rab nima qilsa, agar nima qilmasanglar, u Robiya xonimniki nimasini men rekord qilib olgandim. Keyin yana ato'gin yana bu ayol ovoz nimasini almış, yani bunda dedim diyorlar işleri var. Şunun için rekord qilib oldim men buni. Agar nima qilsam, bu keyingi vaqtda agar biz nima qilsam, men yolg'on desa qo'yib turaman. Facebook qildim odamga naq maydonda anlatib qo'yaman. Mushunda uyanlar bor, uyanlarni tuzish kerak. O rahbarlarimiz haqiqiy millat uchun xizmat qilayotganlar noit az. Xizmat qilayotganlarni dushman bilib turib, ularni yo'q qilib etmasdan Türkiye'deki Abdülhakim Mahmud'unu Xitoylar qaslab o'tkazib haqiqiy millat uchun kurash qilayotganini. Nimo Abdulqodir Yapchankamni turmuga qamatib qo'ydi. Xitoy dushman o'zining yaloqchilarini ishlatib, har xil uyonlar bilan bizniki nimamizni, yo'limizni to'sayman va to'sayman deb davomlashadi. Buni ammo biz buzamiz. Bu dushmanningki qulini ajdodimiz qanday kesgan bo'lsa, barmoqlarini qanday kesgan bo'lsa, biz mashinlar kesimiz. Sharq Turkistonning mustaqillik uchun inshaalloh birlashimiz, xoin noqni aramizdan tip chiqaytimiz va faqatlam shu mustaqillik yo'lida, millatning yo'lida, millatim deydigan insonlar bilan birlikda harakat qilamiz. Deydiganim shu. Rahmat.